Assalomu alaykum, hurmatli Xon taksi haydovchilari. Bugungi kuninglar barchangizga fayzli va barakatli o'tsin. 21-dan 31 may sanasigacha bo'lgan vaqt oralig'ida konkursni e'lon qilgan edik va bugun mana shu konkurs g'oliblarimizni o'z sovg'alarini egalariga topshirdik. Yana fikrlaring bormi? Mana shu yerda ofislarimda bilan ishlayapman. Yaxshi xizmat ko'rsatish takliflarga ham, xotiralarga ham telefon vaqtida olyapti bular. Muammolarni yuz berishyapti, tushuntirishyapti. Tamom emas, aholiga moslashib qoldik. Boshimizda ham tushunuvchilik bo'lib ketdi, lekin moslashib qoldik. Alhamdulillah yaxshi. Sizlarga rozi bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham omad yor bo'lsin. Akalar, sizlarga ham rahmat. Hammalaringga omad yor bo'lsin. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin. Sizlar uchun harakatlarni Xudo xolisa bundan bag'iga ham yaxshi bo'ladi. Rahmat. Qo'ydi. Ular sanoqli orasida. Sog' bo'ling.